Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Usta Islomjonman. Ohangaronda yana bir akamizning xonadonlaridan turkofon ishlarini qilib berganmiz. Aka-uka bir-birlariga yonma-yon qilib, mana shunaqangi chiroyli holatda qilib qurilish qilishibdi. Ushbu xonadonda turkofon xizmatlarimizni va vodostoyka xizmatlarimizni qilib berdik. Darvozaxonamizga dilali fasonni qilib berganmiz. Yonlariga rover kombinatsiya qilgan holatda mana shunaqangi go'zal va chiroyli qilib ushbu xonadonimizni ishlarini qilib berdik. Darvozaxonamizning balandligi ozgina pastroq bo'lganligi uchun ishimiz 100% ko'zi ko'rinmayapti, lekin shunda ham ko'rinishi yomon emas. Old qoshlari, darvozaxonasi va mana bunaqa old naveslarini qilib birgalikda hammasini chiroyli qilib ishlarini bitirib berdik. Ikkita hovlimizni razmeri bir xil akalar, ikki tomoni ham. Mana shu hovliga qanaqangi ko'rinish tushgan bo'lsa, narigi tomonda ham xuddi shu ko'rinish takrorlangan. Yaqin bir oy davomida bu xonadonda ishladik. Qishni kuni kunla kalta bo'lganligi uchun ishlarimiz biz o'ylagandan ko'ra bir haftacha sal keyinroq bo'ldi. Yog'ingarchilik ko'p bo'lgani hisobiga. Qor yog'ib tursa ishlab bo'lmaydi, bilasizlar. Mana bu fasonimiz ham sifatlarga mana baho berib qo'yasizlar. Kamerani mana yaqinlashtirib olyapman. Xudo xohlasa sifatlari hammasi joy-joyida. Ilojini boricha stiklarni bilintirmaslikka harakat qilganmiz, lekin baribir oz-moz bilinib qolgan bo'lishligi mumkin, lekin ayb qilib hisoblanadigan darajada emas. Xudo xohlasa idealni qilib keltirganmiz. Choklarni, burchaklarini hammasini ko'rib turibsizlar mana okalar. Sizlar ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning jamoamizga, Usta Islomjon jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa ishinglarni chiroyli va sifatli qilib bitkazib beramiz okalar. Aka-ukalar shunaqangi yonma-yon qilib uy solishni niyat qilgan aka-ukalarga yuborib qo'yamiz okalar. Murojaat uchun 99lik 347 0505 97lik 567 0505 telefon raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin. Xizmat yo'lidamiz okalar.